Assalomu alaykum. Mana hozir iyul oyi. Iyul oyining 17-sanasi. Mana Shaftoli bog'ida hozir navimiz Samanta. Demak, ilk sxemamiz biri 4 2,5 sxemada ekan. 3 ta lider qo'yilgan, lekin liderlar ko'pi bog'lanmaganda, bog'lanmagandan keyin bunaqa tarqalib ketgan. Ham Samanta shaftoli bu yil sovuq ta'sirida mevasi kam bo'lgan va kuchli o'sish juda kuchli. Shularda umumiy hozir yozgi kesim qilyapti buni. Demak, quyosh nurini mevali kurtaklarga tushirish va yaxshi sifatli mevali kurtaklar olish uchun harakatimiz hozir bu. Buni kesishni boshlaydiganimiz birinchisi o'sha mana bunaqa liderlarni tanlab olamiz. Birinchi liderlar bog'langan. Ayrim joyda bog'lanmagan joylari ham bor. Liderlar tanlanadi. Bu yerda mana bu liderimiz o'zi ketgan. Chiroyli chiqqan liderimiz bor. Simimiz qaysi tomonda? Mana bu simga qayaqan shoxni qo'yamiz. Mana raqibi kerak emas liderdan. Liderda raqiblarni olib tashlaymiz. Chirishi kuchli katta bo'lsa, qalin raqiblari. Raqiblarni tagini olib tashlaymiz, kerak emas. Endi shu liderlar raqiblarni olgandan keyin qiladigan ishlarimiz Demak, ko'ring mana. Demak, lider mana bu sim berdi bog'lanadi. Va bu shoxlarni mevali shoxga qaytaramiz. Demak, mevali shoxlarga qaytarib qo'yapmiz hammasini. Mana chiroyli. Shunda juda ikki shox kerak emas. Pastga tushdigan bu tomondan kesadigan shoxlarimiz mana shu. Demak, mevali shoxlarga qo'yib qaytaramiz. Bu yerda mana bu stol shoxlari qo'yganmiz. Biz 3 ta lider shoxdan tashqari ham stol shoxlarimiz, stol shoxlardan bunaqa erkak shoxlar olib tashlaymiz, bunaqa shoxlarni. Faqat mevali, yaxshi chiroyli shoxlar qo'yamiz. Shoxlar tagidan ketadi. Mana. Sal ochilyapti bu. Stol shoxlarida mana, demak, mevali shoxlar qo'yiladi. Shuni o'zi ham ketsa bo'laydi. Demak, mana shuni bitta qo'ysak ham bo'ladi, bitta ikkita. Pastda bitta bor. Mana bu shoxlarga demak 2-3 ta. Mana bu shoxlarga bitta mevali shoxcha qo'yib kesishni boshlaymiz. Mana shulardan har bittasini ochib chiqamiz. Hozir bitta shaklni berib olamizda. Undan keyin shu ishlarni boshlaymiz. Bu tomonda ham qaraymiz keyin. Bu yerda ham liderlarimiz yaxshi ketyaptimi, raqibi yo'qmi? Ikkita raqib bor ekan bu yerga. Juda qalinlarni olib tashlaymiz. Kerak emas. Va raqib bo'lmagan shoxlarni mevali shoxga qaytarib qo'yib kesamiz. Bu tomonda ham pastdan kesaman. Mana bu erkak shoxlar kerak emas. Mana o'shilyapti. Bu shoxni ham qo'ygan ekanmiz bizlar. Bu shoxni ham qo'ygan ekanmiz. Bu shoxni ham mevali shoxga qaytarib qo'yaveramiz. Muammosi yo'q. Bu 3 talik lider ham ketaveradi, bu ham ketaveradi-da. Bu yerda. Shuni erkak shoxni olib tashlaymiz shu yerda. Bu yerda mana erkak shoxni ilgata mana bu shoxlar tushunyapmiz bizlar. Mana bu shoxlar mana. Mana bu shoxlar. Mana shu shoxlar kerak emas bizga. Yoki agar juda ham shox bir xil daraxtlar shunaqaki, hammasi shunaqa erkak shoxlar boradi. Agar shunaqa holatda bizlar shu yerdan kesib qo'yapmiz, demak. 4-5 ta shox qo'yib, mana shuni o'zi mevali to'liq mevali shox bo'ladi bu. Xo'sh, demak, mana bu yerda 3-lidirimiz mana bu tarbiyalangan, mana shu bu. Demak, qolganini kesib turamiz. Bu tomondan kesadigan ishlarimiz bor-da, hozir bu tomonni kesib olaylik. Mana. Demak, bitta liderimiz mana keldi, tamom, bu yaxshi tushdi pastga qarab. Mana ochildi, ko'ryapsizlar. Yaxshi, tamom. Bu yerdagi shoxlarimiz pastda. Bu liderga kelamiz. Raqiblarni oldik liderda. Mevali shoxga qo'yib qaytaramiz endi. Xo'sh. Mana buni mevali shoxga qaytaramiz, buni qaytardik. Bu pastga qaytdi, mana buni mevali shoxga qaytaramiz. Mana pastga qaragan juda shoxlar bor ekan, kerak emas. Juda uzun bular. Bu tomondagi ishimiz tugadi.
Hozir quyosh nuri u tomonda bo'lgani uchun ko'rinmayapti, lekin mana bu yerda to'liq mana quyosh nuri tushyapti. Mana bu yerda ahvoli qolganlarning ahvoli mana. Bu yerda quyosh nuri umuman tushgan emas mana. Bu yerda quyosh nuri yo'q, mana bu tomonda mana quyosh nuri tushyapti o'zi. Quyosh nuri tushdi boshladi, mana bu yer pastda, mana shular. Keyin bu tomonga keladigan bo'lsak mana. Mevali shokka qo'ydik uni. Dildir ketdi. Bu ham shunday. Buni hozir kesishni mantig'i o'sha kurtakni shakllantirish bo'lsa, bu kurtakni o'stirib yuborish emas. Hozir biz sug'orish suvini 50% anchalik jo'mjo'larda qisqartirganmiz. Ustida mana setkalar bor, chunki bu yerda ko'p do'l tushadi. Ikkitalikda mevaga muammo yo'q bu yerda. Qaraymiz. Qalinligiga qarab shox qo'yamiz. Mana shu. Demak, bu tomonda ham lider qo'ydik bitta. Tik shoxdan lider qo'ydik simga yaqindan. Qolganlarini kek shoxlarni olib tashlaymiz. Mana. Hozir lekin mana shu paytlarda raqib shoxlarni kuchli shoxlar kesib olamiz-ku. Kuchli shoxlarni kesib olsak, mana qalin shoxlar kesdik biz. Mana bu yerdan kesdik-da biz qalin shoxlarni hozir mana bu yerdan kesamiz ham. Mana bu shoxlarda yerga lider kuchsiz bo'lsa, mana liderimiz shuni tashlaylik-da. Lider kuchsiz. Liderga juda katta qarshilik qilyapti bu shoxlar. Shuni tashlaymiz, kerak emas. Shu shoxlarni hozir olganimiz ma'qul. Sababi bu shoxlarni hozir olsak, shu meva bu yerda nima bo'lmaydi. Mana bu shu mevali shoxga qaytarib qo'ydik. Buni o'sha deyarli tagidan oldik. Shu yerdan shox chiqishi ehtimoli bor. Bu yerga o'sha bitadi-da, bir oyda o'sha bitib qoladi bu. Yomg'ir tushmasa, bemalol avgustda kelsa ham bo'ladi. Mana iyulda oxirida kesyapmiz biz hozir. Bitib qolgandan keyin hech qanaqa infeksiya tushmaydi bundan. Agar oddiy sharoitda ko'p infeksiya tushib ketadi. Demak, bitta, ikkita mana 3 ta lider qo'ydik. Mana chiroyli daraxt emas, bu misol bemazmunroq, ko'p tushmaydigan shoxga kesib ko'rsatyapmiz biz mana. Hozir mana bu. Mana bu qalin, ingichka shoxlar bor-ku, mana qarang. Shunga bitta yon shox qo'ysa bo'ladi, mana bu mevali shox ko'ryapsizmi? So'ng ularga uzunroqmi, mana uzunroq qo'yamiz. Qalin bo'lsa agar. Tarasi qalin bo'lsa. Mana juda pastga kelib qolgan, lekin shoxlar bunga kerak emas. Bunaqalar kerak emas. Mana kerak emas. Mana bu shoxni ham juda pastga kelgan ekan, lekin buni sal kaltroq qo'yganmiz. Ilojimiz yo'q. Bu yerdan bir qarish top tashlaymiz tozalab. Mana buni ahvoli mana shu. Endi shunaqa holatda mevali paytda kessanimiz qanday bo'ladi? Bu bundaqa holatda mana mevali bo'lsa, daraxtlar bunaqa holatda kesilmaydi. Bu hozir sal ko'proq olindi. Qalin shoxlarni olib tashladik iloji boricha. Qalin shoxlar hozir ketgani ma'qul. Bahorda uni kessak hozir to'liq bu yerdan agar buni yaxshilab buyagan taqdirda ham o'sha mis bilan emulsiya bilan buyagan taqdirda ham buni infeksiya tushish ehtimoli katta. Shuning uchun hozir mana shunaqa kesimlar qilishimiz kerak hozirgi paytda. Quruq paytda mana shunaqa qilishimiz kerak. Hozir mana shaftolining kesimi shunaqa. Demak, shaftolining kesimini mana shu iyulning oxiri, iyuldan boshlab kesib, suvni albatta kamaytiribdi, sekin-sekin kamaytirib to'liq kessak bo'ladi. Endi